Assalomu alaykum. Mana Qushbaq kundan hurmatli No'qat Qorijimatov kanali qatorchilari. Bugun kunga 6-kun, 6-kunda 8-oktyabr 6-kundagi banklarda kurslarni sizlarga tanishtiramiz. Bugun kun ertadan qanday bo'ldi? Bugun tushga ishlaydi banklar. Anam sizlarga No'qat Qorijimatov kanalidan sizlar xizmatlarga like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Qaysi o'lkada bo'lsangizlar tinch bo'linglar. No'qat Qorijimatov kanali hozir bankdan janday ko'rishamiz. Aman bolunguzlar, tinch bolunguzlar, Rossiyada жүргендер mekanda ishlab tinch bolunguzlar. Like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Biz birinchi Boqay bankka keldik. Boqay bankda 83 so'm dollar, 81 so'm euro, 1 so'm 30 tiyin rubl ekan. Rubl bugun tushga 6-kun tushadi, hurmatli ko'z olib qo'yinglar. Turib qolishi mumkin. Hurmatli biz Aziya bankka keldik. Aziya bankda 80 so'm 60 tiyin dollar, 82 so'm 60 tiyin dollar, 80 so'm 60 tiyin euro, 1 so'm 31 tiyin rubl ekan. Bu yerda rubl ko'tarilib turib, hurmatli bu yerda almashtirishlar bo'lar ekan. Bu yerda 82 so'm dollar, 80 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 31 tiyin ekan. Do'st kredit bankda. Ekoslam bankka keldik. Ekoslam bankda 81 so'm dollar, 78 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 30 tiyin rubl ekan. Finka bankka keldik. Finka bankda 82 so'm 50 tiyin dollar, 81 so'm euro, 1 so'm 30 tiyin rubl ekan. Hurmatli No'qat Qorijimatov kanalining qatorchilari, bugungi kunga valyutalar shunday bo'ldi. Bugun tushgacha ishlaydi banklar. Ko'rishga tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Alloh nasib etsa ko'rishamiz. No'qat shahri tinch bo'lsin. Omon bo'lsin, ko'zda sovuq bo'lsin. Ko'rishga tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.